Assalomu alaykum. 10-mavzu uchburchakda yuza bo'yicha 5-6 qoidalarda bugun birgalikda ko'rib chiqamiz. 5-qoidada teng yonli uchburchakda balandligi asosga tushgan balandligi, ya'ni asosi teng ikkiga bo'lib qo'yishligi va Pifagor teoremasi qo'llashsa bo'lishligi aytib o'tilyapti. Yoyinki o'ng tomonda muntazam uchburchakda yuzasi a kvadrat izosi 3/4 orqali topilishini bizga ko'rsatyapti. ABC uchburchakda yuzasini topishimiz kerak. Ko'rinib turibdiki, bu qanday uchburchak degan savolga teng yonli uchburchak deb javob beramiz. A uchidan B'sini asos deb qarab bitta balandlik tushirib olamiz. Bu balandlik 90 gradusda asos bilan kesishadi va teng yonli uchburchak bo'lgani uchun bu B'dan D'gacha bo'lgan masofa, D'dan C'gacha bo'lgan masofalarga teng, ya'ni bular 6 dan bo'ladi. A, B, D to'g'ri burchakli uchburchakka e'tiboringizni qarating. Bu yerda gipotenuza 10 ga, katetlaridan biri 6 ga, ikkinchi bir katetining uzunligi 10 bilan 6 ga, A'dan D'gacha bo'lgan masofa 8 ligi ma'lum bo'ladi. Shunda A'dan D'gacha bo'lgan masofa 8 bo'ladi. Endi uchburchak yuzasini toping degani bizga. S topish uchun bu yerda 8 balandlik, bu 8 balandlik 12 asosga, ya'ni BSga tushgan, ko'paytirib 2 bo'lib qo'yamiz. 48 degan xulosaga kelamiz. Birinchi misol yechimi bo'yicha. Ikkinchi misol yechimi bo'yicha ABC uchburchakka e'tibor berib qaraymiz. Bu uchburchagimiz qanday uchburchak degan savolga teng yonli uchburchak deb javob beramiz. Agar biz A uchidan bitta balandlik tushiradigan bo'lsak, BS tomonni teng ikkiga bo'lib qo'yadi. Teng ikkiga bo'lishlik, ya'ni 5 dan bo'lib qo'yadi. Endi e'tiboringizni bu nuqtani E nuqta desak, A, B, E uchburchakka qarating. Gipotenuzasi bu yerda 15, 13. Katetlaridan biri esa 5 ga teng. Ikkinchi bir kateti A'dan Egacha bo'lgan masofa 12 ligi ma'lum bo'ladi. A, C, D uchburchak yuzasini topish kerak. Mana bu A, C, D. Ushbu yuzani topish uchun asos 5, bu asosga tushgan balandlik 12. 5 dan 12 ga ko'paytirib 2 ga bo'lish kerak. 5 kara 6, shunda 30 degan qiymat chiqadi. Ikkinchi misol yechimi. Hurmatli kuzatuvchilar, bu yerda A, B, C uchburchakda teng tomonli uchburchak degan. Shuning uchun 3x minus 6 ni tenglab olamiz x qo'shilgan 2 ga. Bu yerdan 2x teng 8 ligi, x esa 4 ligi ma'lum bo'ladi. X teng 4 ligi ma'lum bo'ladi. Ana endi ABC uchburchakda yuzasini topishimiz kerak. X o'rniga 4 qo'yganimizda B dan C gacha bo'lgan masofa 6 ligi ma'lum bo'ladi. Hamma tomoni 6 dan. AB tomoni ham 6, BC tomoni ham 6, AC tomoni ham buni 6 ga teng. Muntazam uchburchak yuzasi quyidagicha yozadi. A kvadrat izosi 3/4 orqali topiladi. Muntazam uchburchakning yuzasi mana shu qoidaga qo'yamiz. A ning o'rnida bizda 6 kelyapti. 6 ning kvadrati demak 36 izosi 3/4. 36 bilan 4 ni qisqartirsa, shunda 9 ildizda 3 ligi ma'lum bo'ladi. Endi 6-qoida haqida gapiradigan bo'lsak, 6-qoida bu yerda uchburchakning ikkita tomoni va ular orasidagi burchagi bo'lsa, shu burchakda yuzasini topish mumkin deyilyapti. A ni B ga ko'paytirib 2 ga bo'lib, sinus alfasiga ko'paytirish kerak ekan. Yoki bo'lmasa to'g'ri burchakli uchburchak bo'yicha sinus alfani topish uchun to'g'ri burchakli uchburchak bor. Mana bu sinus alfasini topish uchun qarshi katetni gipotenuzaga nisbatan tengligini ko'rsatib o'tib ketyapti. Birinchi misol bo'yicha yuza topishimiz kerak. Qarang.
aynan shu qoida bo'yicha topmoqchi bo'lsak qanday qilamiz? Aynan shu qoida bo'yicha topmoqchi bo'lsak, s teng 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 4 bu 5 keyin bu. Qoidada shundaydi. Keyin ko'paytirilgan sinus orasidagi burchak, ikkita tomonni orasidagi burchak. Endi o'rniga qo'yib hisoblab qo'yamiz. 150 da sinus 1 taqsim 2. Natija 5 chiqadi. Yoyinki BS tomonni davom ettirib olamiz. BS tomonni davom ettirib olamizda A uchidan shu BS tomoniga bitta balandlik tushiramiz. A uchidan BS tomoniga bitta balandlik tushiramiz. Bu 90 da keladi. Xo'p, mana bu tomon 150 bo'lgani uchun qo'shnisi 30 bo'ladi. Endi e'tiboringizga ADB uchburchakka qaratingda. ADB uchburchak qanaqa uchburchak bo'lib qoldi? To'g'ri burchakli uchburchak bo'lib qoldi. To'g'ri burchakli uchburchak bo'yicha 30 gradusga qarshi katet gipotenuzani yarmiga teng 2 ga teng bo'ldi. A dan D gacha 2 ga teng. B dan C gacha esa asos deb qarab 5 kara 2 taqsim 2, ya'ni 5 degan xulosaga kelib ham 100 da topsak bo'laveradi. A, B, C uchburchak yuzasini. Endi tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi misol bo'yicha ABC uchburchak yuzasini topishimiz kerak. Hurmatli kuzatuvchilar, ABC uchburchakda yuzasini topish uchun quyidagicha harakatlarni amalga oshiramiz. Misol bu yerda alfa desak, bu ham alfa bo'ladi. ABC uchburchak yuzasi S teng 1 taqsim 2 qoida bo'yicha. Shu burchakni tashkil qiluvchi bitta tomon 9 ko'paytirilgan ikkinchi tomoni 12 ko'paytirilgan sinus alfa. Endi pastdagi DS uchburchak bo'yicha sinus alfani topsa bo'ladi-da. Qanday qilib? Qarshidagi katetni gipotenuzaga nisbat eting. 4 taqsim 5. Ana. Olib buni o'rniga 4 taqsim 5 ni qo'yamiz. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 9 ko'paytirilgan 12 ko'paytirilgan 4 taqsim 5. Hop. Shuni hisoblab qo'yish kerak ekan. 4 taqsim 5 emas, shu 6 ku bu. 4 taqsim 6. Shunda bu bilan bu 2, bu bilan bu 4 kara 9 36 degan natijaga erishar ekanmiz. Hop, navbatdagi misol bo'yicha ABC uchburchakda AD chiziq mediana ekan, chunki tushgan tomonlar tenglik bo'lib qo'yib, burchaklarni ham berib ketdi. Xo'sh, ana endi nima qilishimiz kerak? X topishimiz kerak. Mana uni G deylik uzunligini. A dan D gacha G deylik. Va sinuslar teoremasini qo'llasam chiqar ekan, lekin yuza bo'yicha ketishimiz kerak. Mediani yuzani teng 2 bo'lib beradi. Bu ABD uchburchak yuzasini S, ADC uchburchak yuzasini S. Sinuslardan ketmasdan ishlaganimizni teoremasinin sababi mavzu yuza, shuning uchun misollarda yechimini ham shu yuzani qoidalaridan foydalangan holda ko'rib chiqishga harakat qilyapmiz. Nimaga ABD uchburchak yuzasi S bo'ldi, ADC uchburchak yuzasi S bo'ldi? Sababi mediana yuzani tenglik bo'lib qo'yadi. Shuning uchun. Endi kuzatuvchilar, bu yerda ABD ni yuzasini birgalikda topamiz hozir.
Mana buni yuzani. Keyin mana bu ADS uchburchak yuzasini topamiz. Keyin nisbat olamiz. Ketdi. Hop. Ishkala yuzasini topamiz. S degani, ya'ni sariq yuza degani 1 taqsim 2 G ko'paytirilgan 4/2 ko'paytirilgan sinus 30 degani. Bu yuza nima degani? Bu yuza 1 taqsim 2 x ko'paytirilgan G ko'paytirilgan sinus 45 degani. Bu yuzalar bir-biriga nima? Teng. Tenglab olib qisqartirib o'rganimda bular qisqarib ketadi. Yozaman. Qolganlarini G'lar ham qisqarib ketadi. G'ni ham o'chirib tashlaydi. G'lar ham qisqarib ketdi. 1 taqsim 2 lar ham qisqarib ketdi. Qolgani 4/2 sinus 30 ko'paytirilgan x sinus 45. Qiymatlarini qo'yaveraman. 4/2 ko'paytirilgan izosi 2 taqsim 30 dagi qiymatda 1 taqsim 2 ko'paytirilgan x teng izosi 2 taqsim 2. Shu bo'yicha endi qisqartirib tashlaymiz. 2 lar qisqardi. Izosi 2 lar qisqardi. Qolgani 4x teng 1 qoldi. Yo'q. Bu yerda teng bo'ladi. Men yergacha yozib oldim mana. Keyin bu yerdan bug'aga teng bo'lishi kerak. Mana. Endi 4/2 ko'paygan 1 taqsim 2 teng x izosi 2 taqsim 2. Bu yerdan qisqarib ketadi 2 lar. Izosi 2 qisqarib ketadi. X teng 4 degan xulosaga keladi. Xullas S teng S qilib topdik. Bu yerda ham 4, bu yerda ham 4. Javobimiz to'g'ri ekan. 10-mavzu bo'yicha 5-6 qoidalarni ko'rib chiqdingizlar bilan.